Sifat agro kuzatuvchilari, mana bugun biz Payariq tumaniga Defensive Ultra preparatini paxta maydonlarida uchraydigan ajriq, g'umay, qamish, shamak begonotlarga qarshi qo'llash uchun Payariq tumaniga boryapmiz. Video davomida dorini sepish, tayyorlash usullari hammasini ko'rsatib o'tamiz. Qorasuv sohillari fermer xo'jaligini paxta maydoniga ajriq, g'umay, qamish, shamak beganotiga qarshi Defensive Ultra preparatini gektariga 1 litrdan rasvot qilib qo'llash uchun kelganmiz. Biz mana g'umaylarimiz mana shunday holatda bugun. Mana bu qamish, mana qamishlarimiz ham. Ajriq beganotlarimiz ham bor bu yerda. Mana dasturchimiz ham ko'rsatamiz, yaqinlashtirib ko'rsatishni so'raymiz. Hozir endi dorimizni tayyorlab, ovoga 600 turkakichiga solib, polyamizga yopib sepish jarayonlarini ko'rsatamiz. Dehqon akalarimiz mana dorimizni tayyorlash jarayoniga keldik. Hozir ovqani apparatiga 300 litr suv solingan. Satilimizga yarim quti suv solib, dorini yaxshilab eritib olamiz. Defensive Ultrani gektariga 1 litrdan rasvot qilamiz. 1 litr Defensive Ultrani satilarimizga solib yaxshilab eritib olamiz. Defensive Ultra preparatini qo'llayotgan joyda beganotlarning holati mana shunday holatda. Mana qamishimiz, mana g'umay beganotimiz. G'umay bo'lgan. Bugungi sanamiz 29-may sanasida qo'llayapmiz. Bu maydonimizga ro'p ko'rasa 13 kun yoki 14 kun o'tgandan keyin kelib sizlarga videosini qaytadan qo'yib ko'rsatib beramiz.